Assalomu alaykum hurmatli vazirlar YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda nasib bo'lsa mana 7:30 ga turli laminat jarayonlar ham tugadi. Polni ishimiz topshirildi. Nasib bo'lsa 12-aprel 2025-yil. Laminat 300 mingdan to'shaldi metr kvadrat. Aboylarimiz 340 kvadrat. Nasib bo'lsa hamma xonalarimiz bitgan. Shotga bo'ldi. Prints, ugonlik, kraska, aboy hammasini qilib berdik. Hammasi atachinta variant aboylar. Keyingi xonamizda buni MDF 390 mingdan Qashqadaryoga chiqadi mana shu fason. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha. Nasib bo'lsa, zakazlar olib qilib beramiz. 390 ming metr kvadrat qandildan tashqari hamma material ustamizdan bo'ladi. Laminatlarimiz ham bo'lgan. Xonalarimiz asvejit bo'lgan. Kraska. Telefon raqamlarini aloqaga chiqarasizlar. Bemalol nasib bo'lsa to'liq hunamat YouTube kanalida shu videosini chiqarganmiz. Narx-navolar aytilgan hammasi. Mana bu kuxnamiz. Polni remont bo'ldi bu ham. Mebellar qurildi. Gaz bo'ladi bu yoqqa. Kafillarni terib berdik. Malyarka ishlar bo'ldi buni hammasi. Patolog, pol, kraska. 8 ta xonamizni tugatdik. Darvozaxonamiz ham keyin bo'ladi. 13:30 ga 5 lik. Mehmonxonamiz. Bu ham bitta to'liq. Mana shunaqa aboy tanlandi. 220 ming 190 mingdan oldi 2 xil Xitoy aboy. Uydagilar shuni xohlashdi, ya'ni o'sha nejni ochiq bo'lsin deyishdi. Tugatib oldik nasib bo'lsamiz. Kimga MDF aboy xizmat kerak bo'lsa aloqa chiqarasiz. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha. Bizni kuzatishda davom eting. Instagramga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xunamat video sizlar chiqadi. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Rahmat barchaga. Patkilib qilib beramiz hammasini nasib bo'lsa. Asosiy aboy patolog bizanki, qo'ldan kelgancha qolganlarni ham qilib beraveramiz. Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida ushbu zakazimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.